Yoshlarning iqtidori va salohiyatini yuzaga chiqarish maqsadida o'tkazib kelinayotgan Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest Respublika tanlovi bugun yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Prezidentimizning tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan mazkur loyiha iqtidorlilarni aniqlash va rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Surxondaryolik Farruh Nuraliyev ham ana shunday iqtidor egalaridan biri. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Ba'zilar uchun bu oddiy qizil yo'lak bo'lishi mumkin, ammo Farruh Nuraliyev uchun bu musofirlikda o'tgan yillardan bugungi quvonchli kunlargacha bo'lgan yo'llanmaning ramziy ifodasi. Aslida Baxsh oilasida voyaga yetganiga qaramay shunday baxt bo'lganki, qo'lidagi do'mbirani Surxon elida qoldirib, yuragida baxshilikka muhabbat bilan o'zga yurtlarda mehnat qilgan. Otam baxshi bo'lgani, endi shu vaqtda baxshilik san'atiga e'tibor juda kuchli bo'lmagan. Shuning uchun shu san'at tashlashga to'g'ri kelgan, boshqa tirikchiliklarni qilgan. Musofirda yurgan vaqt Moskvada bo'lganman. Ishlaganmiz akalar, ukalar bilan. Endi bolalar ko'p edi, u yerda ishlaydigan bolalar. Hammasi estradni qo'shiq eshitardi, boshqa eshitardi. Men faqat quloqim naushnikda. Hamma ham endi baxshilik san'atini sevib eshitmaydi-ku. Demak, mazza qilaman o'zim baxsh eshitsam. Biroq oradan ko'p o'tmay bu yo'nalishda barcha sekin o'zgara boshladi. Jumladan 2019-yilda baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentning qarori qabul qilingan bo'lsa, shu yili Surxondaryoda xalqaro baxshichilik san'ati festivali o'tkazildi. Bunday e'tibor esa Farruh singari fidoyi ijodkorlar uchun yangi ufqlarni ochib berdi. Baxshilar festivali o'tkazildi. Shu vaqtda endi men musofirda yurardim. Keldim, mana hozir bizga Yunus Rajabiy ochildi, baxshilar maktabi ochilgan. Harakat qilgan yoshlarga hamma imkoniyatlar ochiq. Shunda keldim, o'qishga kirdim. Endi bizning davrimizga kelib, hozir mana baxshichilikka ko'ryapsiz qanday e'tibor. Deyarli hamma san'at yo'nalishida, sport, san'at hammasida e'tibor juda kuchli. Prezidentimizning tashabbusi bilan o'tkazib kelinayotgan Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest Respublika tanlovi esa uning hayotida mutlaq yangi sahifani ochdi deyish mumkin. Juda kuchli tayyorlanib 2022-yilda o'tkazilganda juda xom edim, tan olaman. Keldim, ikkinchi o'rinni olganman. Chunki birinchi o'rinda umid qilganman, endi meni o'zimdan zo'r raqiblar sezdim. Men o'yladim, keyingi yilga Xudo xolasa ustimda juda kuchli ishlayman deb, keyingi yilda kelib yana ikkinchi o'rin bo'lib qoldi. Endi shu 2025 ga o'z niyatni boshqacha qildim. Xudo xolasa birda olaman. Bundan buyog'iga endi harakat qilaman deb o'zim ustimda ishladim, ovozga ishladim, sozga ishladim, so'zga ishladim. Shukr qilaman. Mana birinchi o'rin nasib. Ommaga olib chiqyapti, taniyapti. Boshqa yo'nalishlardan kelgan hammamiz ko'ramiz, ko'rishamiz, taniyapti lekin bizda. Respublikada taniyapti. O'rtoqlar orttiryapmiz Bo'zatovning orqasida. Men 3 yil bo'ldi kelganimga, 3-yili bu yil. Buning uchun men agentlikka, mana shu yoshlar ishlar agentligiga juda minnatdorman. Avvalambor prezidentimiz tashabbuslari bilan bo'lyapti bular. Bu tanlov har yil o'nlab yoshlarning hayotini tubdan o'zgartirib, ularni san'at yo'lida ilgarilashga turtki bo'lmoqda. 2021, 2022, 2023 yillarda tanlovning respublika bosqichida jami 93 nafar yosh ijodkor g'oliblikni qo'lga kiritgan. Unda qatnashganlarning ayrimlari bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali, Zulfiya kelajak bunyodkori, Mard O'g'lon kabi nufuzli davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. 6 nafar ishtirokchi Nihol mukofotiga, 2 nafar ijodkor yosh ijrochilar tanlovi sovriniga sazovor bo'ldi. Top Music loyihasida esa bir g'olib, 2 ta sovrindor bo'lgan. Yana 6 nafar yosh ijodkor xalqaro tanlovlarda faxrli o'rinlarni egallagan. Har yili baxshichilik yo'nalishida yuqori o'rinlarni egallab kelgan qahramonimizning umumiy yutuq jamg'armasi ham bugun 110 million so'm va bu uni asta-sekin o'z orzulari tomon yaqinlashtirib bormoqda. Baxshichilikdan shogirdlarim o'tgan yil 2 ta shogirdim o'rin oldi. Ahmad Ashurov 16-23 yoshli toifasida, kichkina yoshda ham shogirdlarim o'rin oldi. Bo'zatovda. Bu qiziqish endi o'lmasa kerak deb o'ylayman. Sababi buncha e'tibor bo'lgandan keyin odam ijod qilgisi keladi-da. Bugun Farruh Nuraliyev uchun do'mbira oddiy cholg'u emas, u yurakdagi orzu, xalq ruhi. Har bir sahnaga chiqqanda Surxon elining o'zligini, an'anasini olib chiqadi. Uning hikoyasi esa faqat shaxsiy muvaffaqiyat emas. Bu bugungi yoshlar uchun ochilgan yangi yo'l, yangi doston va bu doston hali davom etmoqda. Dilbar Primboybek Mahkamov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Yangi zamon dasturi uchun.